Imom Termiziy Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, afdalus sadaqati sadaqatun fi ramadona. Xayr ihsonni, infoqni, sadaqani afzali Ramazon oyidagi sadaqadir, xayr ihsondir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Demak, o'zi xayr ihson qilish, sadaqa qilish, infoq qilish juda ham ulug' amal. Juda ham savobli amal. Lekin mana shu amallarning ichida ham eng oliysi, eng afzali, eng zo'ri Ramazondagisi ekanda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadis sharifda siz bilan bizlarni sadaqaga, xayr ihsonga, infoqqa targ'ib qilar ekanlar. O'zlari bu borada bizga ibrat bo'lib berganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham sahih bo'lganlar. Insonlari eng sahihsi bo'lganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan nimaiki so'ralsa, o'zlaridagi bor narsani hech qachon yo'q demaganlar. Agar o'zlarida bo'lmasa, boshqa insonlarga dalolat qilib bo'lsa ham, insonlari hojatini chiqarishga harakat qilardilar. Va bu kishining sahihliklar azizlar eng kuchaygan mahal Ramazon oyiga to'g'ri kelar ekan.